Ko'rib turganimiz Ko'kcha Oqtepa jome masjidi. Bu bo'lsa, bizani reklama qilmoqchi bo'lgan uylarimiz. Qurilishlarni ham ko'rib turibsizlar, qanaqangi sifat bilan qurilgan uchastkalarimiz sotuvga qo'yilgan. Mahallani boshida Ko'kcha Raygaz joylashgan, keng fayzli mahallalar. Bunisining maydoni 1.6 sotiq, o'rtada 1.7 sotiq va oxirgisi 1.3 sotiqli uchastkalarimiz sotuvga qo'yilgan. Planirovkalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, katta fasadga ega bo'ladi. Hozir ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Darvozaxonani ko'rishimiz mumkin. Katta joy tashlangan, kamida 3 ta mashina bemalol sig'adi. Binoning qurilishiga ham bitta baho berib qo'yildi. Bu yoqda zelyoniy zona. Kuxnyamiz bu tarafda joylashgan, zo'r tarafi. Binoning ichidan kirish mumkin, lekin tepa yotoqxonalarga hid-pid o'tmaydi. Asosiy binoga kirib keladigan bo'lsak, kirishimiz mana shunaqa katta xoll bilan boshlanadi. Chap tarafda sanuzul joylashgan va hozirgi kuxnyani ham ko'rdinglar. Binoning tegi podvali ham yaxlit holatda, uni o'zini ham xonalarga bo'lib tashlasanglar bo'ladi va birinchi etaj o'zida yana bitta katta zal, mehmonxona joylashgan. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, chiqishimiz mana shunaqa xonalar ketma-ketligi bilan boshlanadi. E'tibor beringlar, elektrika, santexnika, teplый pol hamma narsa qilib qo'yilgan. Chap qo'lda birinchi xonamizda katta zal ko'rinishida, xohlasanglar yotoqxona qilib qo'yishinglar mumkin. Bu tarafda katta yotoqxonasi o'zini alohida sanuzul bilan birga. To'g'rida bo'lsa bitta umumiy sanuzul joylashgan, yonida birinchi bolalar yotoqxonasi va bu yoqda ham yana bitta yotoqxona. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz, telefon qilsanglar, narx-navosini joyida gaplashamiz deyishyapti. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Ko'rib turganimiz Ko'kcha Oqtepa jome masjidi. Bu bo'lsa, bizani reklama qilmoqchi bo'lgan uylarimiz. Qurilishlarni ham ko'rib turibsizlar, qanaqangi sifat bilan qurilgan uchastkalarimiz sotuvga qo'yilgan. Mahallani boshida Ko'kcha Raygaz joylashgan, keng fayzli mahallalar. Bunisining maydoni 1.6 sotiq, o'rtada 1.7 sotiq va oxirgisi 1.3 sotiqli uchastkalarimiz sotuvga qo'yilgan. Planirovkalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, katta fasadga ega bo'ladi. Hozir ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Darvozaxonani ko'rishimiz mumkin. Katta joy tashlangan, kamida 3 ta mashina bemalol sig'adi. Binoning qurilishiga ham bitta baho berib qo'yildi. Bu yoqda zelyoniy zona. Kuxnyamiz bu tarafda joylashgan, zo'r tarafi. Binoning ichidan kirish mumkin, lekin tepa yotoqxonalarga hid-pid o'tmaydi. Asosiy binoga kirib keladigan bo'lsak, kirishimiz mana shunaqa katta xoll bilan boshlanadi. Chap tarafda sanuzul joylashgan va hozirgi kuxnyani ham ko'rdinglar. Binoning tegi podvali ham yaxlit holatda, uni o'zini ham xonalarga bo'lib tashlasanglar bo'ladi va birinchi etaj o'zida yana bitta katta zal, mehmonxona joylashgan. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, chiqishimiz mana shunaqa xonalar ketma-ketligi bilan boshlanadi. E'tibor beringlar, elektrika, santexnika, teplый pol hamma narsa qilib qo'yilgan. Chap qo'lda birinchi xonamizda katta zal ko'rinishida, xohlasanglar yotoqxona qilib qo'yishinglar mumkin. Bu tarafda katta yotoqxonasi o'zini alohida sanuzul bilan birga. To'g'rida bo'lsa bitta umumiy sanuzul joylashgan, yonida birinchi bolalar yotoqxonasi va bu yoqda ham yana bitta yotoqxona. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz, telefon qilsanglar, narx-navosini joyida gaplashamiz deyishyapti. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Ko'rib turganimiz Ko'kcha Oqtepa jome masjidi. Bu bo'lsa, bizani reklama qilmoqchi bo'lgan uylarimiz. Qurilishlarni ham ko'rib turibsizlar, qanaqangi sifat bilan qurilgan uchastkalarimiz sotuvga